O'sha Zubayrni hamma oyog'i bilan tikka turib qidirayotgan bolani otasini oldiga keldik. Aka, bolangiz topildimi, topilmadimi? Yo'q, bugun 7-kuni yo'qolganiga hozirgacha daragi yo'q. Na quruqlikda, na suvda hech qanday daragi yo'q. Bolangiz qayerda bo'lgan? Mana shu yerda bo'lgan. 26-aprel kuni kelganmiz. Mana shu yerga soat 3 ga kelib, soat 4 ga balani yo'qotyapmiz. Mana shu yerga o'tirgan bo'lgan. Bu yoqqa o'tiruvdik. Soy yaqin 20-30 metr mana ko'y arali. Yaqin mashina 100 metr joyga onasi opasini so'zkasini olib kelgani ketgan. Balandi og'zida o'zining so'zkasi bor edi. Qarang akajon, bolangiz topildi deb odamlar meni kommentariyaga yozyapti, telefon qilishyapti. Men majburlikda mana shu yerga keldim, o'zingiz bilan gaplashib topilgan bo'lsa, xursand bo'lay, videoni o'chiray degan maqsadda keldim. Yo'q, Kamila, topilgani yo'q. Men ham o'qib o'tiraman, ko'rib o'tiraman. Bala mana 7-kuni. Men hozir 7 kundan beri ketganim yo'q. Mana shu yerga o'tiraman. Qo'shni o'g'aylarim o'zlari kelib ketyapti. Даже uyga yotishga yuragim bo'lmayapti. Mashina ichiga antena bor joyga telefonimda tiqib mana shu yerga yotibman. Suvda ham, quruqlikda ham izlash ketyapti. Hamma rahmat hammaga, suvga ham, MCS odamlariga, tergovchilarga, lekin hech qanday daragi chiqmayapti, biron narsasi. Bolamni topgan, iltimos tarqatinglar, topib olib kelgan odam bilan ayol kishimi, erkak kishimi, aka singil bo'lishga bir umrlik qasam ichaman shu narsa. Sizlardan iltimos shu videoni tarqatishga yordam qilinglar.